kubultidan fosh ketadimi deyman endi. Tepasiga lidar qo'yish kerak ekan. Alohida Xitoydan chaqirtirib ustunovka qildirgan ekanlar. Menga juda ham asq o'tadi bu lidar. Kim biladi o'zi lidar nimaga ishlatiladi? O'zbekistondan chiqargan mashinalarning ustiga lidar qo'yibdi, uni samodelni qilib. Bu nima uchun kerak? Qanday ishlaydi va O'zbekiston mashinalariga qo'ysa bo'ladimi va narxi qancha? Shuni ko'rib chiqamiz bugungi videoda. Hammaga assalomu alaykum. Lidarning vazifasi nima? Lidar bu oddiy qilib tushuntirganda atrofni o'lchaydigan, lazer orqali o'lchaydigan sensor hisoblanadi. Bu narsa robot, dron, avtopilotli mashina, robot pilisoska ham bor. O'yingizda robot pilisos bo'lsa, robot pilisoska ham bor. Ularga bor, keyinroq ko'rsatib beraman shuni ham. Lidar qanday ishlashiga kelsak, lidar krasniy nurlarni o'zidan chiqaradi va biror bir obyektga yuboradi. Bu obyektga urilib, lazerli nur qaytib keladi. Sensor uni qaytish vaqtini o'lchaydi. Shu obyektgacha qancha masofa qolganligini aniqlaydi kompyuter yordamida. Natijada mashina oldiga qancha masofa borligini 3D formatda hosil qiladi. Mashina yoki bo'lmasa uy, odam. Lidar sensorlarining narxiga keladigan bo'lsak, oddiy avvalroq $10,000, $5,000 narxlarga turgan, hozir ham u narxdagilar bor. Oddiy mana shu mashinaga qo'yilgani pashta $800 turadi, $500, $200 ga ham bor. U juda boshqa narsalar uchun ishlatiladi. Oddiy robot pilisos bo'lsa $30 ga ham topasiz uni. Bu robot pilisos to'lka uyning kartasini chizishga yordam beradi. Unga qancha masofa bor, nima bor, unga farqi yo'q. To'lka uyning qancha kvadrati shu kruglarga borib kelishni o'ziga o'zi aniqlab oladi har safar. Robot pilisos qo'shilganga birinchi siz stol qo'ydingiz, u stolni bir ko'rib analiz qilib o'tib ketadi. Ikkinchi marta kelgan paytda sherga urilmaslikka harakat qiladi robot. Ana endi eng qizig'i, oddiy mashinadagi ham lidar qo'ysa bo'ladimi? Bo'ladi. Prosta u kusok plastik. Nimaga deganda, Gentra, Cobalt blok upravleniyasi ularga moslashmagan. Prosta kompyuterga u injektor ishlaydi, qaysi datchiklari ochib kelganini ko'rsatadi, все, boshqa hech narsa qilmaydi bu blok upravleniya. Bu uchun kuchli kompyuter kerak, u yo'llarni, peshoxodni, svetoforni hamma narsani skaner qilib ketaveradi u tepadagi lidar. Kompyuterga beradi. Ana u boshqarishligi uchun sun'iy intellekt ham bo'lish kerak. Internet postoyanli ishlab turish kerak, oddiy qilib tushuntirganda. Nima deganda, u navigator bilan ham harakatlanadi. Navigator qayerga boshqarsa, mana shu yo'l yopilishi mumkin. Yopilgan paytga u boshqa tarafga burib keta olishligi uchun. O'zimiz mashinalarga shu kuchli kompyuter qo'yilgan deydi, bular o'zi yetarli bo'lmaydi. U uchun bir 11 ta kamera kerak bo'ladi, hamma joyni olib turishi uchun. Sensorlar kerak bo'ladi. Sensor nimaligini bilsangiz kerak. U parkovkaga kerak bo'ladi. Avtomobil o'zi parkovka qiladigan paytga shu narsa kerak bo'ladi. Bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi ro'lovoy tizim, gaz, tormoz, avtomat korobka deylik. O'sha hozirgi aytgan mashinalarimni avtomat korobka iskorga perkulchat qiladi, все. Roli gidrousilitel, gidravlika oddiy qilib tushuntirganda. Elektrousilitel bo'lgan taqdirga ham javob bermaydi talabga. Unga elektroprivodni rol bo'ladi. Elektroprivad kompyuter buyruq bergan paytiga elektroprivodni rol chapga yoki o'ngga buriladi. Elektrousilitel bo'lsa, siz rolni burganingizga bu rol chustut qiladi, chapga burilyapti deb sizga yordam qiladi. Gidravlika ham xuddi shundoq. Siz sal rolni burishingiz kerak, u sizga yordam qiladi. Tormoz gaz qismiga keladigan bo'lsak, elektrogaz bo'lishi kerak. Oddiy tros emas. Hozirgi mashinada elektrogaz qo'ndirishga qilsa bo'ladi. Tormoz ham elektrotormoz bo'lishi kerak. Kompyuterdan buyruq kelgan paytga servoprivat deydi. Servoprivat qo'yilgan bo'lsa, tormoz gazni bosa oladi. Uni hammasi bo'lib narxi $13,000 dan $20,000 gacha boradi. Endi oddiy o'zimizda Gentra yoki Cobaltlarga qo'yilganiga kelsak, u oddiy kusok plastik. Olexga ham va uzun marketga ham 80,000, 70,000 so'm Xitoyda ishlab chiqqan oddiy plastik, hech qanaqa erga lidar o'rnatilmagan. Shu joyga aytib o'tishim kerak, maksimum Android magnitofonga qo'ysa bo'ladi, 3D formatga ko'chani ko'rsatadi. Lekin unga hozir hech narsa o'rnatilmagan, prosta oddiy mashinaga ko'rinish berib turibdi. Bir akam stengaga olib ketdi dedi.
bilmadim o Lexus plastik uchun nimaga isteganligiga olib ketildi. Lidar nimaga mushayt qildi? Lidar emas, plastik nimaga mushayt qildi bilmadim. Nimaga isteganligiga olib ketgan. Bu agar to'g'ri gapirdim, to'g'rimi bunisini ham bilmadim.